Agar sizga kotollar qiziq bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuboring. Sababi bu videomiz kotollar haqida bo'ladi. Kotollar qiziqadigan odamlar videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Navbatdagi kotollarimiz Voskilovat yangilangan versiya, Voskilovat yangilangan versiya. Ya'ni bu kotolimiz nijniy горение pastdan yonuvchi, bu kotolimiz vershniy горение balanddan yonuvchi. Bu kotollarimizni yangilangan versiya degan sababi miyalar elektronli bo'ldi. Xohlasangiz 60 gradusga qo'ygan paytingizda 60 ga chiqqanda to'xtaydi. Yangilangan versiya degan sababi 50 ga chiqqan vaqt qo'shadi. O'rtada 10 araliq bo'ladi. Xohlasangiz 15 araliq qo'ysangiz ham bo'ladi. Regulyatorlar bo'ladi. Xuddi zavodskiy qilib miyalarni taqadiqlardan komplektida ventilatorlar miyalar bo'ladi. Bu kotollarimizni o'tibna qilingan varianti Voskilovat 3lik 4lik listadan bemalol ishlab bera olamiz. Nijniy горение kotolimiz, ya'ni pastdan yonuvchi, buning ham miyasi elektronli variant bo'ldi. Kotolarimizning hamashalar 3lik yangi listadan ishlangan, hozirgi kunda tayyorlari xohlasangiz 4lik listadan ham qilib beramiz. Yopiq sistemadan otobna qiluvchi mijozlarimizga 4lik listadan qo'shishni tavsiya beramiz. Kimga shunday kotollar qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan layklarni bosib qo'ying. Tanish do'stlaringizga jo'natib qo'ying.